Assalomu alaykum do'stlar. Adin Expertdan xatosiz ro'yxatdan o'tishni tushuntirib o'taman. Adin Expertga kiramiz. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda bir bosishda ro'yxatdan o'tish deyapti. Eng oson va tez. Bu yerda nima aytilgan bo'lsa, barchasini to'ldirib chiqasizlar do'stlar. Birinchisi O'zbekiston turibdi, ikkinchisi so'mda turibdi, uchinchisini masalan kazinoga yo sportga, bu ikkalasidan biriga tanlasalaringiz ham bo'ladi. Promokod degan joyiga xuddi shunday kiritasizlar do'stlar. Mana bu yerga птичка qilamiz. Barchasini to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin bu yerda ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerdan kapchani belgilaymiz. Kapchani belgilaganimizdan keyin tepada masalan piyodalar o'tish joyi deyapti, peshobodda qaysi nimada katakchada ko'rsatilgan bo'lsa belgilab chiqamiz. Yana chiqsa yana belgilaymiz. Belgilab bo'lganlaringizdan keyin tasdiqlashni bosamiz. Yana chiqsa yana avtomobil deyapti endi. Mana bu akkauntga kirib oldik. Buni galereyangizga saqlab qo'ying. Bizga kerak bo'ladi. Akkaunt chiqib ketsa, mabodo bemalol terib kirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga bosamiz. Bu yerdan menyuga o'tamiz. Mana bu chekda turibdi. Bu yerdan eng tepada masalan ID, shaxsiy ma'lumotlar deyapti. O'sha joyga bosamiz. Bu yerdan ma'lumotlarni to'ldiring deyapti qalamcha. Qalamchani ustiga bossalaringiz, bu yerda mana ism, familiyalaringiz, yashash manzil, hujjat deyapti, pasport seriya. Barcha ma'lumot to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin mana bu yerda saqlashni bossalaringiz, mana bu tepada keyin ism, familiyalaringiz chiqadi o'zingizni. Ma'lumot to'g'ri kiritsalaringiz, mana keyingi nima, mana bulutchaga o'tsak masalan, bu yerda hisob to'ldirish va pul chiqarish ikkalasi yonma turibdi. Bemalol pul kiritib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Keyin o'yinlarga keladigan bo'lsa, Games o'yinlari bor bu yerda, kazino, bu yerda sotib o'ynash mumkin ko'pincha. Bu yerda sport, futbollarga tiksalaringiz bo'ladi. Hammaga video tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.